İkinci bölək. Sual. Bu yıl roza tutuş vatan bilan Misrda birdek bo'lmadi. Birinci. Misrdan bir kun burun tutqanlar bo'ldi. Bularning tutqan rozasi joizmi yoki harammi va yoki naflimi? İkinci. Vatanda bir kun burun tutqanlar Misrdan bir kun burun hayit qilamdi yoki Misr bilan o'xshash hayit qilamdi? Uchinchi. Agar vatanda Misrdan bir kun burun hayit deb e'lon qilgan bo'lsa, shu kunda jamoat bilan hayit namozi o'qimdi yoki rozasini tutib Misr bilan bir kunda hayit qilamdi? To'rtinchi, agar vatanda Misr bilan bir kunda hayit qildiganlar bo'lsa, vatanda bir kun burun hayit namozi o'qilib bo'lsa, shu kuni vatanda hayit bo'lgan kuni Misrga agishib roza tutgan bo'lsa, vatandagilar hayit namozini qaysi kuni qandoq o'qiydi? Javob. Bularning ba'zisiga burunqi savollarning javobi yetarli. Shundaqdimi yana javob beray. Birinchi, makruh yoki harom. Xato uqtirilgan bo'lsa gunoh bo'lmaydi. Nafli roza bo'ladi. Ro'zdor holatda to'g'risini bilsa buzib o'tishi lozim. Ikkinchi, hayit qilishmi oy ko'rish bilan bekitiladi. Kun sanab emas. Vatanda oyga qarmagandan keyin Misr yoki Arabiston bilan o'xshash qiladi. Uchinchi, roza tutadi. Chunki bu kun Ramazon. To'rtinchi, Misrda hayit namozi o'qigan kuni o'qiydi. Masjid absiz bo'lsa, uyda jamoat bo'lib yoki yolg'iz o'qib olsami bo'ladi. Savol. Rajab oyining oldidagi va o'rtadagi 3 kunida roza tutish to'g'rimi? Javob. Har qanday oyning o'rtadagi kunlarda roza tutish yaxshi. Yana dushanba bilan payshanba tutsa yaxshi. Rajab oyining biror kunida roza tutish haqida alohida biror ko'rsatma yo'q. Rajab oyi harom qilingan 4 oyning biri bo'lg'achqa, uningda roza tutish yaxshi. Savol. Burun tutolmay qolgan yoki rozasi buzilib ketgan farz rozaning qancha kun ekanligi esimizda yo'q ahvolda bu farz rozaning qazosini qandoq to'liqlaymiz? Javob. Taxminan faraz qilib, ko'ngil xotirjam bo'lguncha roza tutamiz. Savol. Bir qarindishimiz tatliq kasal bo'lib, yaqinda davomli o'kul esaqliq turdi ekan. Rozasiga ta'sir etamdi? Javob. Tatliq kasal deb anglab boqmabdiman. Diabet yoki shakar seyish kasali deymiz. Umuman o'kul rozaga ta'sir yetkazmaydi. Shundaqdimi kasal bo'lgandan keyin tutmay fidya bersa bo'ladi. Savol. Kishilar suhurliq yeyish vaqtini azonga qarab to'xtatadigan bo'lg'achqa, ba'zi ma'zillar suhurliq vaqtini uzartib berish uchun azonni kechiktirib to'laydi ekan. Bu ish to'g'ri bo'lamdi? Javob. O'z vaqtidan kechiktirib to'lashga bo'lmaydi, lekin aslida tong etishdan burunroq to'laydigan birinchi azonni kechiktirsa bo'ladi. Savol. Mening akam tijoratchi edi. Kunda bir qatam Urumchiga chiqib keladi. Safar va tijorat jarayonidagi yuk ko'tarish, shofirlik qatorliq sabablar bilan rozada qiynalib qoladi ekan. Safardagilarga ruxsat degan hukmga asosan roza tutmay desa, bu ishi kunda bor. Ular 3 sherik bo'lib navbatlashib tutmay maqsaq bo'larmi yoki qanday qilsak yaxshi bo'lar deydi. Javob. Safar ustida bo'lganlik uchun roza tutmasa ruxsat. Qiynalib qolmaydigan bo'lsa tutsimi bo'ladi. Qiynalgan ahvolda tutmay navbatlashib dam olib tutib, keyincha dam olgan kunlarda qazosini tutib olsa bo'ladi. Savol. Fitrda belgilangan turlarning qaysisini asos qilib beramiz? Javob. Qaysi bo'lsa bo'laveradi. Masalan, un, guruch yoki naqpul degandek. Savol. Roza tutolmay fidya berdiganlar bir miskinning bir kunligiga nechilik pul bersa bo'lar? Javob. Tutalmagan bir kunga qarta beriladigan fidya bir miskinni to'yg'izishdir. Ba'zilar 2 vaqt deydi. Shunga 15-20 so'm atrofida desak muvofiq. Savol. Ramazonda o'qul salsa ba'zilar roza sunudi deydi. Ba'zilar sunmaydi deydi. Shunga ig'ir ko'rmay bu vaqtda temi yo'llashlarini so'rayman. Javob. O'qul masalasida qarashlar siz degandek o'xshash emas. Kuchli qarashda barliq o'qullar muskulga bo'lamdi yoki tomirga bo'lamdi, g'izo xarakteridagi o'qul bo'lamdi yoki dori xarakteridagi o'qul bo'lamdi, rozani buzmaydi. Chunki bular odatda ig'iz orqali badaniga kirmaydi. Lekin ba'zi olimlar glukozani, oziqlik xarakteridagi suyuqlik yoki o'qullarni buningda mustasno qilib, rozani sundirdi deb qaragan. Shunga mushu qarashlardan birini tanlab ish tutaversa bo'ladi. Uning ustiga kasal kishiga ig'iz echish ruxsati bor. Savol. Unutib qilish, vaqtga diqqat qilmaslik yoki yo'lda bo'lib qilish, shamda imomga agishishga aldirash qatorliq sabablar tufaylidan iftorlik vaqti o'tib ketsa, roza ichilib ketamdi yoki qanday qilamiz? Javob. Iftor qilolmasa, iftor qilishni niyat qilsa, bir narsa yeb ichmasimi iftor qilgan bo'ladi. Savol. Zulhajja oyining 10-kuni Qurbon hayit bo'lsa, Zulqa'da oyining eng oxirgi bir kunidan boshlab hisoblab 10 kun qilib tutamdiq. Javob. Arafat kuni bilan jam'i 9 kun roza tutamiz. 10 kun emas. 10-kuni hayit bo'lg'achqa roza tutmaymiz. Savol. Turmada namoz, rozalar qattiq cheklanadi. Namozni ishorat bilan maxfiy o'qig'ili bo'ladi. Roza tutish mumkin emas. Turmadan chiqqandan keyin rozaning qazosini qilmizmi yoki majburlik sababidan to'liqlamasaqmi bo'lamdi? Mumkin bo'lsa, qaysi mujtahidning hukmi ekanligini eskartib qo'ygan bo'lsangiz. Javob. Turmada qiyin bo'lg'achqa roza tutmay chiqqanda qazosini tutadi. Bu Imom Qardavining ijtihodi. Savol. Juma kuni ayrim nafl roza tutsa bo'lmaydi deb angladim. Burun qilib qolgan rozamning qazosini juma kuni bo'lsa-mu tutaversam bo'lamdi? Javob. Qazo rozani juma kuni tutsa bo'ladi.
Savol: iftor qiladigan narsa topolmagan holatda namoz vaqti kirib qolsa qanday qilamiz? Javob: eg'iz ochishni niyat qilsak bo'ldi. Savol: men 2-3 yil farz ro'zamni tutmagan, endi uni qanday to'liqlayman? Javob: o'rniga ro'za tutasiz, bir kuniga bir kun. Savol: ro'za tutgan kishi ro'zadorligini esidan chiqarib qo'yib, anonizm qilgan bo'lsa, ro'za sunamdi? Javob: unutgan ahvolda ro'za sunmaydi. Bu unutib qolib yeb ichganga o'xshash. Savol: bir yil ro'za tutsimi qazo qilgan bir kun ro'zani to'liqlig'i bo'lmaydi degan hadis sahihmi? Javob: zaif. Imom Buxoriy, Imom Ahmad qatorliqlar shundoq baholagan. Savol: nafl ro'za tutishni niyat qilib uxlab qolsa, uyg'onganda bir nima yemasdan niyat qilaversa bo'lamdi? Javob: bo'ladi. Savol: umr bo'yi ichishim lozim bo'lgan dorilarni cho'qim doktor belgilab bergan soatda ichishim kerak ekan. So'ramoqchi bo'lganim, kunduzi faqat dorini ichish sharti bilan ro'za tutsam bo'lamdi yoki dori ichganim uchun ro'zam inovatsiz bo'lamdi? Javob: dori ichish ro'zani sundiradi, sundirmaydi degan fatvo hisob emas. Shunga ro'za tutmay fidya berish sizga eng munosib ham afzalimi shu. Chunki siz bu ahvolda jafodan qo'rqib emas, salomatlikni qo'g'dash uchun doktor ko'rsatmasi bo'yicha ig'iz ochmoqchi. Alloh shifolik bergay. Savol: Ramazonda doktorxonada yetish zaruriyati bo'lib qapti. Mushundaq sharoitda doktor buyurgan dori o'qillardan sirt bir narsa yemay ichmay ro'za tutsa inovatlik bo'lamdi? Javob: dori ichsa albatta ro'zani sundiradi, o'qil sundirmaydi. To'g'risi, saqayib qopqandan keyin tutib olsin. Savol: Ramazon bultur 29 kun bo'lib qoldi. Bu yilmi yana 29 kun bo'lib qoldi. Ramazon 29 kunmi kelamdi? Halbuki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq hadisi bor ekan. İkki heyit eyi kam kelmaydi. U bo'lsa Zulhajja va Ramazon eyi debdi. Bu hadisni qanday tushunamiz? Javob: Ramazon 29 kunmi keladi. U hadisni siz tushungandek tushunish bakla zaif. Har xil qarashlar bo'lsa-mu, lekin kun soni jihatdan bir kun kamda kelgan taqdirdami fazilat va amal jihatda kam bo'lmaydi degan ma'noda tushunish muvofiq. Savol: ro'za hayit namozini bir qancha aylan uyda jamoat bo'lib o'qigan edik, oddiy qilib xutba o'qidik. Ertasi masjidga chiqib qayta o'qimdik. Mushundaq qilsak namozimiz ado bo'lamdi. Javob: aslida hayit namozini hayitning birinchi kuni chashka vaqtida o'qish lozim. Jamoat bo'lib vaqtida maydonda o'qish vujudga chiqmagan bo'lsa, uyda qazosini qilib o'qigan bo'ldinglar. O'qiganlar hisob bo'ladi. Bu xuddi hayit namoziga ulgurolmagan kishi uyda qazosini qilib o'qiganiga o'xshash. Savol: navoda Ramazon kunlarining birida xizmatchi qarindoshlarimiz suhurlikda uyg'onolmay suhursiz qolgan bo'lsa, kunduzi och qursa xizmat qilishga chami yetmasa, shu kuni ro'za tutmay keyin qazosini qilib olsa bo'lamdi. Hammaga ma'lum, dehqonlarning jafo mushaqqati ko'p. Etiz ariqning ishlari bo'lsa ig'ir. Shu sababdan dehqon qarindoshlarimiz Ramazon kunlarida kuchining yetishicha tutib, ba'zi kunlari tutolmay qolganlarining qazosini keyin qilib olsa, osonlik va abuchanlik dini bo'lgan dinimizda buning ruxsat bormi? Javob: har ikki ahvolda cho'qim ro'za tutib, kunduzi faqatla chidayolmay qolganda andin ig'iz echib o'tib, boshqa kuni qazosini qilib olsa bo'ladi. Savol: Ramazonda umr qilgan kishiga haj qilgandek savob beriladiganligi haqida sahih hadis bormi? Bir qarindoshimiz yosh vaqtida Ramazonda umr qilib, keyin shu tariqada 10 yil o'tib ketgandan keyin har qaysi jihatlardan hajga berish sharoiti hozirlanganda tijorat va oilasining ishlari bilan bo'lib ketib berib bo'lolmay, ushtum tutli vafot bo'lib ketibdi. Shu qarindoshimizga Ramazonda qilgan umrisiga haj qilganning savobi berilsa, farz haj gadinidan saqit bo'lamdi. Javob: sahih hadis bor, ammo farz haj gadinidan saqit bo'lmaydi. Savol: Rajab oyi yaqinlashib qoldi. Uyg'urlarda Rajab oyini Qur'on Karimda zikr qilingan, urush harom qilingan oylarning biri deb alohida biladigan va bu oyda ro'za tutilgan odatlar bor ekan. Bu oyning fazilati haqida va ro'za tutish to'g'risida kelgan sahih hadislar bormi? Shularni bayon qilib bergan bo'lsalar. Javob: yo'q. Savol: Ramazon oyi yildan yilga issiqda kelyotidi. Mushu sababli Ramazon ro'zasini maxsus boshqa havosi salqin, sayohat o'rinlarida tutib kelsa bo'lamdi. Masalan, Turban va boshqa yurtliklar G'uljaga berib degandek. Chunki hammamiz bilamiz, yoz vaqti G'uljaning havosi boshqa yerga qaraganda salqin bo'ladi. Javob: bo'ladi. Savol: men Ramazon ro'zasini 10-isla chorshanbadan boshlab tutgan. Bu yerda 8-oyning 8-kuni payshanba namoz o'qilmoqchi. 10-isla ro'za tutganlar 8-isla o'xshash ro'za tutib, 9-isla ig'iz ochamdi. Hayit namozini qandoq o'qiymiz? Javob: Saudiya Arabistonda qachon hayit namozi o'qisa, shu kuni hayit namozi o'qiysiz. Boshqalar bir kun burun o'qib olsa, uyda o'qiysiz. Savol: Ramazonda shaytonni bog'lab etadigan tursa, nemishqa inson yana gunoh ma'siyatlarni qilaveradi? Vasvasa qiladigan shayton bo'lmasa ya? Javob: shaytonning hammasi bog'landi degan gap yo'q. Yomonlar bog'landi deb bor. Andin insonda ikki yo'lni tanlash iqtidori bor. Gunohni tanlab shaytonga artib qo'ysa bo'lmaydi. Bu o'zining tanlashi va o'z nafsining kayniga kirishidir. Savol:
Ramazonda etizning bir kunlik ishini qilishga 2 ishlamchi ishlatgan edik. Ulardan biri bak ustab ketib, chidayolmay ro'zasini buzib qo'ydi. Bu kishiga bir kunlik qazo kelamdi yoki kaforatmi? Javob: bir kun qazosini qilish keladi. Savol: biraylan Ramazon kunlarining birida beshi bak og'rib ketgan bo'lsa, ro'zasini buzib dori ichsa qazo kelamdi yoki kasal sababidan ichib o'tkazishga hech qisi yo'qmi? Javob: kasal bo'lg'achqa ro'zani davomlashtirmaslik ixtiyori bo'ladi. Ramazondan keyin qazosini tutadi. Savol: o'zi man musulmon deydi, hech qanday namoz o'qimaydi, lekin Ramazon ro'zasini tutadi. Bu kishining ro'zasi qabul bo'lamdi, bo'lmamdi? Tushuntirib qo'ysila bo'pti ekan. Alloh rahmat qilsin. Javob: farz ro'zani gadinidan saqit qiladi inshaalloh. Zalzala surasining oxirgi oyati shuni ko'rsatadi. Namoz o'qimagan kishi kofir degan masalada ko'z qarash o'xshamasligi bor. Savol: sadiqa fitrni bir vaqt tamoq miqdorida beringlar deydi. 200-300 ko'y degandek jiqroq bersakmi bo'lamdi? Javob: bo'ladi. Chunki bir vaqt tamoqning qimmatlarimi bo'ladi, ko'p bersa texi yaxshi, ortiqi sadiqa bo'ladi. Savol: men zakotni har yili 1-oyning 1-kuni beratdim. Endi Ramazonda berishning yaxshiligini bildim. Hozir yana zakot bersam bo'lamdi? Javob: 7 oylik zakotni hisoblab Ramazonda berib o'tib, ondan har yili Ramazonda berishga boshlasangiz bo'ladi. Ramazonga yo'tkilish zarur. Savol: ro'za tutolmagan kishi fidyani cho'qim Ramazon ichida berishi shartmi? Fidyani qanday kishiga beramiz? Vatanda pulga so'ndirib bersak, necha pul atrofida beramiz? Fidyada cho'qim miskinga tamoq yegizish shartmi yoki ig'ir kasallar davolanishda jiddiy pulga ehtiyojli bo'lsa, shularga bersakmi bo'lamdi? Javob: shundoq. Fidyani cho'qim Ramazon oyi ichida berdi. Ramazonning 5-ida yoki oxirida 1 oylik fidyani biroqla bervatsimi bo'ladi. Miskinga beramiz. Miqdori 15 so'm. Davolanadigan muhtojlarga bersimi bo'ladi. Savol: ro'zdor kishi yuziga chaploq, yuz terilariga singib kirib, yuzini asrash, oqartish, siliqlash roli bor bir xil girim buyumi ishlatsa yoki may surisi bo'lamdi? Javob: ro'zaga ta'sir yetmaydi. Savol: boshqalarning tutolmagan ro'zasini tutishib bersa bo'lamdi? Buni tafsiliy tushuntirib qo'ysangiz. Javob: hayot kishi uchun ro'za tutib qo'yish yo'q. Buningda olimlar birdek ittifoq. Savol: nafl ro'za tutganda qo'rsoq bak echib ketsa, hech qanday o'zir yo'q ahvolda shu nafl ro'zani buzib etib, boshqa kun qazosini tutib olsa bo'lamdi? Javob: bo'ladi, ixtiyori. Savol: Shavvol oyida tutilgan 6 kun ro'zani cho'qim uda tutish kerakmi yoki kun tashlab tutsaqmi bo'lamdi? Javob: kun atlab tutsami bo'ladi. Savol: Ramazonda turklarning oshxonasida tamoq to'shishning hukmi nima? Ya'ni mototsiklet orqali siparish to'shishning hukmi nima? Javob: Ramazonda o'zirsiz ro'za tutmaslik osiylik bo'ladi. Undaqda uningga o'z roziligi bilan tamoq yetkazib berish, osiylikqa yordam qilish va qulaylik tug'dirib berish bilan birga bu ulug' oyning hurmatini qilmaganlik. Shundaqla ro'za tutayotganlarga azor berganlik bo'ladi. Xaridorlar ichida o'zirliklar ko'p bo'lishi mumkin, lekin ularni ayirib muomala qilish qiyin bo'lganlikdan o'zirsiz ro'za tutmaganlarga Ramazon kunduzida tamoq to'shishga bo'lmaydi. Savol: boshqa davlatdan bir qarindishimiz iftorda va suhurda qilinadigan Uyg'urcha duoni talab qilyotadi. Deb bergan bo'lsalar, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Javob: iftor qilganda o'zi bilgan mazmuni yaxshi duolarni qilsa bo'ladi. O'ziga, bola-chaqalarga, ota-onasiga, do'st-yaronlariga va barliq musulmonlarga duo qilsa yaxshi bo'ladi. Eng yaxshisi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va sahobalar qilgan tuvandagi mazmuni mo'l duolarni qilishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bunday duo qilgan: ذهب الظمأ وبدلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. Ussuzluq tugab, tomirlar namlanib, ro'za tutgandan ajr yezildi inshaalloh. Buning iftor qilib bo'lganda qilingan duoligi inoq. Hazrati Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma balalarini to'plab mundaq duo qilgan: Allohumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kull shay'in an taghfir li. Ey Allah, sening hamma narsani qoplagan keng rahmating bilan mening gunohlarimni mag'firat qilishingni so'rayman. Allahumma laka sumtu va ala rizqika aftartu. Ey Allah, sen uchun ro'za tutdim. Sening bergan rizqing bilan iftor qildim. Ammo suhurlikda muayyan bir duo yo'q. Xohlagancha duo qilsa bo'ladi. Savol: Ramazonda taqalmaydigan turk oshxonasida qancha yo'g'uchi bo'lib ishlash durustmi? Javob: xaridorlar ichida o'zirliklar ko'p bo'lishi mumkin, lekin ularni ayirib muomala qilish qiyin bo'lganlikdan o'zirsiz ro'za tutmaganlarning g'azalanishiga qulaylik tug'dirib berish bilan birga bu ulug' oyning hurmatini qilmaganlik doirasiga kirib qolmaslik uchun iftordan keyingi soatlarda ishlashni tanlasa yoki Ramazonda boshqa bir ish qilib tursa to'g'ri bo'ladi. Savol: Homildor ayolning ro'za tutishi yoki uning qazosini qilish haqida fatvolar bo'lsa yo'llab bersa bo'pti ekan. Masalan, bu yil homildor bo'lib kelar yili emtiyotgan bo'lsa, kaynidan tuqqan ayolga nisbatan necha yillik ro'za yig'ilib qoladigan ishkan.
uning fidyasini beramdi yoki qolgan har bir kuniga to'liqlab tutamdi? Javob: Homildorlar va bola emtadigan ayollar qiynalsa yoki bolalardan ansirsa, ro'za tutmasimi bo'ladi. Bular keyincha qazosini tuta oladigan bo'lsa, qazosini qilsa bo'ladi. Arqadan qo'rsoq ko'tarib bola emtadigan ayollar qazosini qilish fursatiga erisha olmaydigan bo'lsa, qazosini tutmay har bir kun uchun bir miskindan qo'rsqini to'yg'izib fidya beradi. Savol: Ramazonning niyatini 30 kunlik deb biroqlik qilishimiz kerakmi? Ramazonning niyati eng to'g'ri shaklda qandoq bo'ladi? Javob: Ramazon oyida musulmon kishi Ramazonni birinchi kunidan tortib to'liq tutishni niyat qiladigan bo'lg'achqa, har kechasi niyatni yangilamasimi bo'ladi. Faqatla bir kishi safar yoki kasallik sababidan ro'za tutmay kelayotgan bo'lsa, ro'za tutay desa, kechasi niyat qilishi lozim bo'ladi. Suhurga uyg'onolmay qolgan ahvolda oqshomgi niyati hisob bo'ladi. Albatta, niyatni dilida qiladi, og'zaki qilib yurmaydi. Buningga asosan tutishni niyat qilgan kishi asrdan keyin uxlab qolib, tong yurgandan keyin uyg'ongan bo'lsa, ro'zasi to'g'ri bo'ladi. Savol: Homildor ayollar ro'za tutganda qussa ro'zasi so'namdi? Javob: Ixtiyorsiz qusish ro'zani so'ndirmaydi. Savol: Sog'lomlik tekshirish uchun qon olish to'g'ri kelsa, bilakdan olgan qon sababidan tutgan ro'zamiz buzilib ketamdi? Javob: Qon oldirish ro'zani so'ndirmaydi, ammo insonni ojizlatadigan darajada ko'p qon olish makruh deb qaraladi. Jiddiy ahvol bo'lmasa, qon oldirishni kechiga to'g'irlash texmi yaxshi. Doktorxonaga jiddiy kirib qolganda, kasalga ruxsat bo'lg'achqa eg'iz echvasimi bo'ladi. Qon oldirib etib, ro'zasini davomlashtirsimi bo'ladi. Savol: Buvoq bolasi bor ayolning suti yetishmay, bolaga sut parashuki qo'shimcha qilish kerak bo'lgan holda, bu ayol ro'za tutishi afzalmi yoki tutmasligi afzalmi? Turkiya. Javob: Tutmay, keyin qazosini tutib olishi afzal. Savol: Ba'zi masjidlarda tarovih namozini bakla qisqa o'qiydi ekan. Mushundaq masjidlarda tarovih o'qisak, shumi tarovih hisoblanamdi yoki sal uzunroq o'qiydigan masjidlarga berib o'qish kerakmi? Javob: Hisoblanadi. Uzunroq o'qiydiganga berish afzal. Savol: Tarovih o'qiganda bir pora o'qiydigan jamilarda o'qisak, ammo birinchi paradan boshlab o'qig'achqa, biz bilmagan so'ri bo'lg'achqa diqqatni yig'ilmay, boshqa dunyolik ishlarni o'ylab qoladi ekanman. Diqqatni yig'ilmay savobim yo'qolib ketarmi? Yoki o'zim biladigan 30-parani o'qiydigan jamilarda yoki uyda o'zim o'qisam bo'ladimi? Javob: Savob diqqatga qarab bo'ladi. Shunga diqqat yig'ishga foydasi bo'lsa, boshqa jamida yoki uyda o'qisimi bo'ladi. Savol: Tarovih namozini uyda o'zimiz Qur'onga qarab o'qisak bo'lamdi? Misol, Qur'onni oldimizga egizroq yerga qo'yib qo'ysak. Javob: Yada bilmaydigan kishi Qur'onga qarab o'qimay, ya uzunroq qiroat qila oladiganlarga iqtido qilib o'qish yoki o'zi bilgan suralarni o'qib, qisqa bo'lsa-mu rakat sonini ko'p o'qish kerak. Bu vaqtda buni tafsiliy fatvodan foydalanğaysız. Savol: 8-oyga yaqin homildor ayollar Ramazon oyida o'zi xolab ro'za tutsa bo'lamdi yoki cho'qim tutmaslik kerakmi? Tug'ishga vaqt oz qolganda tutsa homilani qiynab qo'ygan bo'lamdi. Ham jahillik qatoriga kiramdi yoki bardoshlik beralasa tutsa bo'lamdi. Mushunga qarta qisqacha javob bergan bo'lsalar, Alloh rozi bo'lsin. Aniq bir fatvo yo'q ekan. Tutsimi yoki tutmasimi bo'ladi deydigan. Javob: Tutish tutmaslikda kengchilik bor. Doktorning maslahatiga qarab qaror qilsa bo'ladi. Savol: Homildor ayol ro'za tutolmasa, hukmi qandoq bo'ladi? Javob: Homildor ayolning ro'za tutish tutmaslikda kengchilik bor. Tutmasa keyincha qazosini tutsa bo'ladi. Savol: Assalomu alaykum ustoz. Ro'zdor odam ziqqa kesli dorisini, burun yallig'i dorisini ishlatsa bo'lamdi. Shuni ishlatmasa bo'lmaydigan vaqtda. Javob: Islom fiqh akademiyasi Hijriya 1418-yili 10-navbatlik qurultayida tibbiy xodimlar bilan faqihlarning tadqiqotlarini ko'zdan kechirgandan keyin ko'zga, burunga, quloqqa temtadigan yoki chayqaydigan va yoki purkuydigan dorilarni ishlatishning ro'zani so'ndirmaydiganligini muayyanlashtirgan. Albatta, galga yaqin berib qolgan taqdirda yutib o'tmaslik sharti bilan. Savol: 1. Ro'zdor holatda tish pastasi ishlatib tish cho'tkilsa bo'lamdi? 2. Tahorat ilib bo'lgandan keyin tish cho'tkilmagani esiga kelib tishini cho'tkilagan bo'lsa, tish cho'tkilash jarayonida tish milikidan chiqqan qon sababli tahorat buzilamdi? Javob: 1. Islom fiqh akademiyasi Hijriya 1418-yili 10-navbatlik qurultayida tishni teshish, eziq tishni qo'mirib etish, tish tozalash, misvak yoki tish cho'tkisi ishlatishning ro'zini so'ndirmaydiganligini muayyanlashtirgan. Albatta, galga yaqin berib qolgan taqdirda yutib o'tmaslik sharti bilan. 2. Sunudi. Savol: Yevropa va boshqa musulmon emas davlatlarda birlikka kelgan iftor va suhurlik vaqti yo'q. O'xshash shahardagi Arab masjidi bilan Turk masjidining 1 soat, Somali, Pokiston masjidlari bilan bak cho'ng vaqt farqi chiqyotidi. Telefondagi 5-6 farqli applar farqli ko'rsatyotidi. Qaysi vaqtga qarasak to'g'ri bo'ladi? Norvegiyadan yozyapman. O'xshash ko'chadagi 3 masjidda 1 soat farq bilan suhurlik, iftorlik qilindi ekan. Applardami 50 minutgacha farqli chiqyotidi. Qaysisiga iqtido qilamiz?
Javob: Agar tong etish va kun petishni kun chiqish va kun petishga qarab aniq ayriya olsangiz, o'zingiz bekinsangizmi bo'ladi. Undaq bo'lmaganda, ashu masjidlarning birini tanlab, shu bo'yicha ro'za tutsangizmi bo'ladi. Odatda kun petishdan burun yoki tong otgandan keyin yeb ichish ro'zani buzadi. Ammo suhurlikni burun to'xtatsa yoki sal kechikib iftor qilsa, ro'zaga ta'siri bo'lmaydi. Savol: Ro'zador holatda fizikalik davolash qilib, boshqa quruq yengni sanjib, suluk qo'ysa ro'za sunamdi? Javob: Quruq yengni sanjish, suluk bilan qon sho'rtish ro'zani sundirmaydi. Savol: Iftor vaqti to'shib ketgan bo'lsa, yanimizda ig'iz ochqudak bir narsa bo'lmasa, duo bilan açsaq bo'lamdi? Javob: Ro'zadorning duosi ijobat bo'lishga yaqin, lekin kun petib iftor vaqti bo'lsa, ro'zador mayli ig'iz ochsin, ochmasin, ro'za oxirlashgan bo'ladi. Savol: Ramazonda korona bo'lib ro'za tutolmaganlar keyinmi tutishga qurbi yetmay, yana bir Ramazon kelib qolgan bo'lsa, qanday qilish kerak? Javob: Har bir kun uchun bir miskinning qo'rsqini to'yg'izib fidya berdi. Fidya berib bo'lgandan keyin, keyingi yili fursat bo'lsa, qazosini tutadi. Savol: Ramazon oyida suvga cho'milgili berib, suv uzish jarayonida ehtiyotsizlikdan suv ichib salsa, ro'zasi buzilamdi yoki qanday qiladi? Yana bir savol. Suv uzish jarayonida do'stlar va yoki qarindoshlar bir-birini suvga cho'ktiradigan bir odatlar bor. Navoda mushu jarayonda suv ichib salsa ro'za buzilamdi yo'q. Agar buzilsa, qazosini cho'ktirayotgich tutamdi yoki suv ichib salg'uchi tutamdi? Javob: Ro'zasi sunudi degan olimlarmi, sunmaydi deganlarmi bor. Ixtiyorsiz galdan o'tib ketsa sunmaydi degan qarash muvofiq bo'lish bilan birga, keyin qazosini tutib etish kerak. Shunga Ramazonda suvga cho'milish va suvga cho'ktirish qatorliq ishlardan yiroq turgan yaxshi. Savol: Suhurlik yeyotganda azon chiqib qolsa, davomlashtirishga bo'lamdi yoki to'xtatamdi? Javob: Kechikib qolgan ahvollarda azon oxirlashguncha yeb ichsa bo'ladi. Chunki ko'pincha davlatlarda azonni tong etishdan 15-20 minut burun o'qiydi. Savol: Ramazonda kunduzi tish zamaskalasa yoki yo'ldirib o'rniga tish soldirsa bo'lamdi? Javob: Ro'zador tish zamaskalasa yoki tish tatqizib o'rniga tish soldirsa, ro'zasi sunmaydi. Mumkin bo'lsa, bu ishlarni iftordan keyingi o'dinlash yaxshi. Savol: Ramazon ro'zasi uchun fidya bermoqchi bo'lgan kishi uni shu Ramazon ichida berish kerakmi yoki iqtisodiy ahvolining yar bermasligi tufaylidan vaqtni sal keyniga so'zib, kelar yili Ramazon kelguncha bervasi bo'lamdi? Javob: Cho'qim shu Ramazon ichida berish kerak. Iqtisodiy ahvolining yar bermasligi tufaylidan kelar yilgacha bersimi bo'ladi? Savol: Tarovih namozining xosiyati va savobi to'g'risida qisqacha tushuncha berishini so'rayman. Javob: Tarovih namozi farz yoki vojib emas, balki sunnatdir. Ammo sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qandaq bir kishi Ramazon kechasi Allohning ajr beradiganligiga ishongan, shundaqla Allohdan savob umid qilgan holda ibodat qilsa, u kishining ilgirki o'tkazgan gunohlari mag'firat qilindi deyilgan. Uning ustiga Ramazonda 1000 oy ibodat qilgandan afzalroq bir kecha bor. Shunga musulmon kishi bu g'animatlarni qo'ldan bermasligi kerak. Savol: Junublik holatda bir narsa yeysa bo'lamdi? Javob: Junub kishi uxlasa, yeb ichsa, g'usl qilishdan burun jima qilsa bo'ladi. Yuqorqi ishlarni qilmoqchi bo'lgan kishining kichik tahorat elib etishi va avratini yuvib etishi mustahab. Savol: Suhurlik azoni o'qilib bo'lgandan keyin o'qishga ulgurmay qolgan vitr namozini o'qisa bo'lamdi? Oxirida vitr namozi o'qish bilan kechilik nafl ibodatlarni tamomlab, ham suhurlik yeb bo'lgandan keyin agar suhurlik azoni chiqmay qolsa, yana nafl namoz o'qisak bo'lamdi? Agar azon o'qilib bo'lgandan keyin xohlasak bomdod namozining vaqti rasmiy kirguncha nafl namoz o'qisak to'g'rimi? Joizmi? Agar joiz bo'lmasa, qaysi xil ibodat bilan mashg'ul bo'lganimiz afzal? Javob: Bo'ladi. Vitr bilan kechilik nafl ibodatlarni tamomlab, ham suhurlik yeb bo'lgandan keyin azon chiqmay qolsa, yana nafl namoz o'qishga bo'ladi. Azon haqiqiy tong etib bo'lgandan keyin o'qilgan bo'lsa, bomdod vaqti kirgan bo'ladi-da, bomdodning 2 rakat sunnatidan boshqa nafl namoz o'qishga bo'lmaydi. Azon haqiqiy tong atmasdan o'qilgan bo'lsa bo'ladi. Savol: Jin chaplashib qolgan kishi Ramazon oyida o'ngshilib qoladi deyishning asosi bormi? Ramazon oyida jin shaytonlar bog'langancha shundoq bo'ladi deydi ekan. Shaytonlar bog'langan turuqliq ba'zida kishida bo'lib turadigan quruq xiyol, vasvasalarni qanday tushunamiz? Ramazon oyida musulmonda hech qanday vasvasalar yuz bermaydi deyish o'rinliqmi? Javob: Shaytonlarning yomonlari bog'lanadi, kichik va ojizlari bog'lanmaydi deyishkimi bo'ladi. Chunki bir hadisda Ramazon kelsa shaytonlarning yomonlari bog'lanadi deyilgan. Demak, bu oyda shaytonlarning hammasi yoki yomonlari bog'langanlik uchun boshqa oylarga qaraganda bu oyda gunoh ishlar oz bo'ladi. Shaytonlar bog'langanlik uchun bu oyda hech qanday gunoh sodir bo'lmasligi kerak edi. Ammo amaliyotda bu oydami gunohlar sodir bo'ladi deyish o'rinsiz. Chunki gunohlarning manbasi shaytonlarla emas, balki past kishilar, nachar odatlar va odamiy shaytonlar qatorliqlardir. Shunga ularmi gunohlarga sabab bo'ladi. Savol: Iftor azoni chiqib tamoqimizni qanchalik vaqt yeb bo'lib, andan sham namoz o'qisak vaqtida o'qigan bo'lamiz? Javob: Xurmo va ichimlik bilan eg'iz echib etib, sham o'qib olib, andan tamoqqa o'ltirish munosib.
Savol. Roza tutib surma surish joizmi? Javob. Davolanish uchun bo'lsin yoki yasinish uchun bo'lsin, surma surtish rozaga ta'sir qilmaydi. Savol. Taroveh namozida har ikki rakatdan keyingi dam olish paytida Allohumma salli alani o'qishni bid'at deyishadi ekan. Bundaq deyishning shar'iy asosi bormi? Javob. Taroveh namozida har ikki rakatdan keyin emas, har 4 rakatdan keyin durud aytish sunnat emas. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni tarovehning 4 rakat aralaqida demagan. Shundaqla bu bid'atmi emas, balki joiz ham mustahabdir. Chunki taroveh namozining aralaqida biz har qanday ibora bilan tasbih yoki zikr qilsak joiz ham mustahab bo'ladi. Bu xil shaklda tasbih aytsaqmi joiz ham mustahab bo'ladi. Albatta. Chunki bu har qanday ahvolda zikr tasbih aytishga buyurib kelgan oyat hadislarning mazmuniga mos keladi. Lekin buni sunnat deb atab olmasaqli bo'ldi. Imom Kasani mundaq deydi: Tarovih namozining mustahablaridan yana imom har 4 rakatni o'qib bo'lganida 4 rakat miqdori o'ltirib tasbih, tahlil, takbir va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga durud aytib duo qiladi. 5-4 rakatdan keyinmi 4 rakat miqdori kutib turadi. Chunki bu salaflardan kelgan. Bu vaqtda buni fatvodan foydalanaysiz. Savol. Mening putimning cho'ng barmoq tirnoqni elib o'tish uchun narkoz qilmoqchi edi. Rozam buzilamdi, buzilmamdi? Javob. Narkoz qilish bilan roza buzilmaydi. Savol. Ramazon kunduzlari safarga chiqish uchun vaksina salg'ilsa roza sunamdi? Javob. Sunmaydi. Savol. Qasddan rozani buzganlik uchun 60 kun roza tutish vojib bo'lgan kishi roza tutolmay kafarat bermoqchi bo'lsa, hozirgi Turkiya hisobidan necha pullik tamoq bersa bo'ladi? Tamoq bermay pul bersa bo'lamdi? 60 odamga berish kerakmi yoki bir odamga bersimi bo'lamdi? Alloh rozi bo'lsin. Javob. Arqa-arqadan o'lab 2 oy roza tutolmagan kishi 60 miskinni g'izolantirish kerak. Har birini o'tirhal 2 vaqt g'izolantirirsimi yoki ba'zi olimlarning qarashi bo'yicha bir miskinni 60 kun g'izolantirirsimi bo'ladi va yoki uning qimmatiga barobarini bersimi bo'ladi. Lekin 60 miskinni g'izolantirish afzal. Bugungi bahoda eng tuvan bo'lganda bir miskin uchun 250 liradan hisoblasa bo'ladi. Savol. Taroveh namozi yoki boshqa namozlarda Qur'onga qarab o'qisam bo'lamdi? Hanafiy mazhabning va boshqa mazhabdagi ulamolarning qarashlarini deb bersil bo'pti ekan. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Javob. Bo'lmaydi. Buni fatvoda tafsiliy javob berilgan.